ham qadrli bizni kuzatuvchilar, ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan komplekt holatida 7 ot kuchli motobloklar uchun dori sepadigan apparatimizni bog'imizga olib kelganmiz akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu komplektimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha to'liq obzor qilib beramiz akalar. Bu komplektimizni mijozimizga sotganmiz, o'zimiz sinovdan o'tkazish maqsadida klientimizga borgungacha o'zimiz bir qator sinovdan o'tkazib, keyin klientlarimizga topshiramiz akalar. Klientlarimizga topshirish jarayonlarini ham video obzor qilib qo'yishga harakat qilamiz. Videolarda faol bo'lib turinglar, videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bu komplektimizni mana shu bog'imizni ichida bir qator yurgizib, yana bir qator ishlatib, ko'rsatib beramiz akalar. Xo'p, bunaqa komplektlar o'zi nima uchun ishlaydi deb so'ragan akalarimiz uchun, mana shunday bog' maydoni bor akalarimiz uchun va ekinlarni dorilashlik uchun bemalol mana shu komplekt holatda motobloklarda sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, bu komplektimizga hozirgi kunda 7 ot kuchli original Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizdan komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Bu motobloklarimizda ko'pchilik obunachilarimiz qiziqqanida Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilganligi uchun garantiyalari 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Motoblogimiz yoqilg'i turi benzinli model hisoblanadi akalar. Soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi. Motorni zashtasi uchun moy datchilarigacha qo'yib o'tilgan, e'tibor berishlaringiz mumkin va eng asosiy joylaridan hisoblangan mana shu turdagi orqasida 300 litrdan 500 litrgacha yuklarni tortishligi uchun reduktorlari 550 talik korobkali variantidan usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Bu motobloklarimizni hozirgi kunda bizning do'konlarimizda 250, 350, 450 va mana shu turdagi 550 talik korobkali variantlarida sotuvda bor. Xo'p, bunaqa komplektlarimizni bemalol mana shu yosh ukalarimizga o'xshagan o'g'illaringiz bo'lsa, ukalaringiz bo'lsa, jiyanlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'laringiz ichida ishlatish imkoniyati bor. Xo'p, bu komplektimizga yana qo'shimcha rollari buriladigan variant hisoblanadi. Rollarni o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatsangiz bo'ladi va o'zini zavodskoy balonlarida olib kirganmiz. Bu bog'imizga akalar ko'pchilik so'raydi, o'zini balonlari bilan ham aravalarda yuklarda toshish imkoniyati bormi deb so'ragan akalarimiz uchun shunaqa imkoniyat bor. Xo'p, aravalari 200 kg dan 500 kg gacha yuk ko'taradigan arava, yo'nkislari 350 litrli yo'nkislardan qo'yib ishlangan. Orqasiga karter apparatimiz ustanovka bo'lgan va 30 metrgacha shlankalarni ulab tayyorlab qo'yganmiz. Bu shlankalarni xohlaganlar uchun 100 metr masofagacha komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Bu degani hozir davlenasini ko'rganingizda 7, 8, 10 metrgacha davlenani chiqarish berish imkoniyati bor. Bu karter apparatimiz ham original bo'lgan Belarus firmasidan qo'yganmiz akalar. 7 ot kuchli modeli va reduktorlari bunda ham eng katta 550 talik katta pompalardan qo'yilgan variant hisoblanadi. Xo'p, ishlash prinsipini video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin. Qanday qilib ishlatiladi, qanday qilib motoblokni haydab ketiladi, video davomida ko'rib borishlaringiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib turishni ham unutmanglar. Xo'p, narxlarini ham qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Bunaqa komplektlarni bizning do'konlarimizda hozirgi kunda eng arzon modellarini atiga $800 dan boshlab komplekt holatida xohlaganlar uchun mana shunday usulini Belarusskiy firmani mahsulotlarini narxi $1200 gacha tayyorlab beramiz akalar. Bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p. Karter apparatlarda 1,800,000 so'mdan boshlab 4,000,000 so'mgacha karter apparatlarimiz, aravalarimizni katta kichik razmerlariga qarab eng arzonlari 1,800,000 so'mdan boshlab 4,000,000 so'mgacha aravalarimiz sotuvda bor. Bundan tashqari motobloklarda hozirgi kunda 7 ot kuchli modellarini do'konimizda atiga 2,300,000 so'mdan boshlab 5,5 so'mgacha 7 ot kuchli motobloklarimiz bor. Bu degani siz do'konimizga kelib, xohlagan komplekt holatida motobloklarni eng arzon narxlarda sotib olishlaringiz mumkin. Bo'lmasa akalar, gapni cho'zib o'tirmaymiz, bir qator ishlash jarayonlarini ko'rib boramiz. Birinchi navbatda yurgizib olishimizda karter apparatimizni ishga tushirib olamiz.
va yo'mkisimizga hozir suvlarni zapravka qilib olganmiz akalar. Bularni ishlash prinsipi kulchatirni yoqib olamiz, zavannoyda tortamiz. Motor ishga tushmaydigan bo'lsa, patsos knopkani tortib, ishga tushirib olamiz va sirab joyiga. Bu hozir pixotda ishlab turibdi akalar. Hozirgi holati suvni abratga, bochkaga, yo'mkisiga qaytarib turibdi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Suvni pastdan tortib, tepadan abratga ishlatyapti. Buni ishlatayotgan vaqtimizda e'tibor beringlar akalar. Kranni ochib olamiz birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda gaz qo'shib olamiz. Uchinchida kompressorni tushiramiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ko'rayotganlaringizda davlenani bemalol qo'lni o'zida ham ligirovka qilib foydalanishlaringiz mumkin va karter apparatimizni o'zidan ham davlenani qisib ko'tarishlaringiz mumkin. Endi bitta odam sepib turadi va bitta odam haydashini ham ko'rsatib beramiz akalar. Videolarni kuzatib boringlar. Mana akalar, ishlash jarayonlarini ko'rib boringlar. Endi bitta narsa akalar, ko'rib guvohi bo'lganlaringizda ukamiz yosh. Agarda sizda ham shunaqa yoshlar bo'ladigan bo'lsa, hamma yoqda ishga tushirib, bu bolani rolga qo'yadigan bo'lsangiz ham bemalol boshqarib keta oladi. Siz orqada mana shunday ikki tomonga dorilar sepib ketish imkoniyatingiz ham bor. Ko'rib guvohi bo'lganingizda davlenalariga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol 10 metrgacha. Mana bu daraxtlar akalar hozirgi paytda yosh avlod 5 yilga ko'chat. Bu tomondagilarimiz esa e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana boshidagi qatordagilar 7-8 metrgacha balandlikda bu daraxtlarimiz. Bu degani mana shu shlankani o'zidan hozir 30 metr shlanka ulangan, dapalnitinni 100 metr shlanka ulab turib, mana shunday 10 metrgacha davlenani chiqarib berish imkoniyatlari bor. Xo'p, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa komplektlarimiz bizning do'konlarimizda cheklanmagan miqdorda sotuvda bor. Xohlaganlar uchun karter apparatimizni o'zi, xohlaganlar uchun komplekt holatda aravamiz va yo'mkislarimiz, xohlaganlar uchun motoboylarimiz bilan komplekt holatida. Videoni boshida aytib o'tganimda, mana shu komplektimizni o'zi hozirda klientimizga atiga $1200 tayyor bo'ldi akalar. Bunaqa komplektning ichida hozirgi paytda temir g'ildiraklari va undan tashqari agat oladiganlari va undan ham tashqari o'zini komplektiga frezalari va ko'rib guvohi bo'lganingizda 30 metrdan shlankalar bilan komplekt holatda tayyorlab berdik. Kimga mana shu turdagi komplekt holatda motoboylar kerak bo'lsa, ekranga o'zimning nomerlarimni qoldirib qo'ydim. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videolarda kuzatib boringlar. Bu komplektimizni mijozimizga topshirilgan holatini ham video obzor qilib chiqaramiz akalar. Bu turdagi texnikalar emas, boshqa turdagi motoboylar va mana shu turdagi aravalar deysizmi, karter apparatlar bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Bundan oldingi videolarni ko'rib boradigan bo'lsangiz ham, mana shunday komplektlarimiz va qolgan turdagi instrumentlarimizni video obzor qilib joylaganmiz. Videolarda faol bo'linglar akalar. Yana bu komplektimizni qayerlarga olib borib ishlatib ko'rsatib beraylik. Videoni kommentariyasida o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Servis do'koni.
mana shu turdagi texnikalarda optim baza sklati bo'ladi akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.